Xorazm xalfa qo'shiqlari ohangi insonning ruhiyatiga juda ijobiy ta'sir qiladi. Ayniqsa ayollar davrasida xalfalar xonishi chiroyli ko'rinadi. Bugungi fikr mulohazalarimizni Umrboqiy meros O'zbekiston madaniyati va san'ati targ'ibot markazi viloyat bo'limi bilan hamkorlikda hamda nomoddiy madaniy merosning Xorazm xalfachilik san'ati bo'yicha saqlovchisi iste'dodli xalfa san'atkor Zumrat Madrimova bugungi dasturda Xorazm xalfalarining to'y marosim qo'shiqlari mavzusida fikr yuritamiz va chiroyli ijrolarni taqdim etamiz. Davlatnazar og'a Ojiza xalfa onamizning ijodiyoti deyarli urf-odatlar bilan, marosimlar bilan bog'liq. Biz bugun to'y marosim qo'shiqlari mavzusida to'xtalmoqchimiz. Ojiza onaning bu mavzuga e'tibor qaratishining soya sabablari nimada? Ojiza onamiz xalfa, shoira, bastakor, sozanda, xonanda chiroyli ovozi, chiroyli sozi bilan elga tanilganligi hammaga ma'lum. Va albatta Ojizaning ijodiga nazar soladigan bo'lsak, to'y marosim ashulalari alohida o'rin tutadi. Ojiza to'y marosimlarga alohida ayollar o'rtasida bo'ladigan jarayonlarga alohida urg'u berib, birinchidan to'yni alohida muborakbod qilish bilan boshlaganlar. Xudolarni maqtash, o'zaro suhbat bilan, o'sha chiroyli so'zlar bilan ta'riflash bilan repertuarini boyitganlar. Undan keyin to'yni endi boshlagandan keyin to'yni qanday davom qilayotganligi, qaysi repertuar shuga aytilishi kerak, qaysi qo'shiq aytilishi keraklarini barchasini xuddi bir ssenariy asosida tayyorlaganday ko'rinadi agar nazar soladigan bo'lsak ashularga. Muborak to'ylar, ashulalar albatta har bir xonadonga shu to'y boshlanishidan oldin shu to'yni muborakbod qilganlar. U xudolarni nomlarini, ismlarini aytib, to'y egalarining nomlarini, ismlarini aytib, bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini aytib, shu davradagi davra qatnashchilari, ayollarni tabriklaganlar, qutlaganlar. Va albatta bu faqatgina so'z bilan emas, soz bilan va o'zlarining chiroyli, mumtoz sozlari bilan alohida o'rin tutadi. Ojiza ona umuman olganda bayramlar, sanalarni, qandaydir qadriyatlarni, urf-odatlarni ulug'lab juda ko'p ashulalar aytgan deyshadi. Ojiza onamizni, xalfamizning, san'atkorimizni repertuariga yana nazar soladigan bo'lsak, birinchidan tabiatning go'zalligini juda chiroyli qilib ifoda qilganlar. Bog'larni, gullarni ifoda qilganlar. Agar bayramlarni, hayit bayramlarni har bir sanasiga alohida o'zlarining so'zlari borki, bu ham o'sha soz bilan suhbat bilan juda chiroyli qilib bayon qilingan. Bugungacha shu narsalar yana davom qiladi. Masalan, Qo'zini bog'i degan ashulalari bor. Bu Qo'zi rais degan raisning bog'ina bir to'yga kelganlarida ta'rif qiladilar. Qo'zini bog'ina kirdik degandan keyin qanday mevalari bor, qanday daraxtlar bor degan so'zlarni bilib olib, o'sha mevalarni, o'sha daraxtlarni, o'sha gullarni ta'riflab qo'shiqlar aytganlar. Hozirgacha o'sha Qo'zini bog'i degan ashulalari xalfalar ijodida bor. Geldi, güya
hikaye eyley. Acayip bir ayal dünyaya geldi. Yaralar asıl hikaye eyley. Acayip bir ayal dünyaya geldi. Hanımlığını hemmeden burun anlap, ana can din dilber cahana geldi. İnsanlığını hemmeden burun anlap, ana can din dilber cahana geldi. Hanımlardan evvel hürriyet aldı. Bizden Xorazm halfaçılık sanatı xonlik devrinden namoyish qilinib kelayotir. Xalfa ustozlarimiz Anajon Sabirova, Ajiza, Anajon Atajonova, Enes Cholak deb aytiladi ustozlarimiz. Shularni aytilib kelinayotgan g'azallari hozirgi davrgacha tinglanadi xalqimiz arasında. Anajon Sabirova, Ajiza ustozimiz o'zlari shoira bo'lgan, g'azal yozganlar. Ashula kuylaganlar, garmon chalganlar, ijodlari ko'p qirrali inson bo'lganlar. Anajon Atajonova ustozimiz raqsga tushganlar. Xonlik davrida xonlarimizni ayollarına, kenizaklarına xizmat qilishgan. Ajiza ustozimizni ashulalarini so'zlari chiroyli, xalqimizga yetib boradi. Shu ayollarimizni bir mos qilib kuylaganlar. Bu o'zining qoldirgan boy merosi bilan badiiy san'at sohasida qoldirgan qo'shiqlari, she'rlari va kuylari bilan mana bugungi kunda elimiz tomonidan ardoqlanib kelinmoqda. Gerçi uning dastlabki ijod davri mana shu Xiva xonligining oxirgi davriga, yakuniy davriga to'g'ri kelgan bo'lsa ham, qo'shiqlarida, she'rlarida tariximizdan muhrlanib qolgan voqealar, an'analar, urf-odatlarimiz ana shuning ijodida yaqqol ko'rinadi. Seyret gözara çıkan güzeller, seyret gözara gelen güzeller. Güzeller seyliniz mübarek bolgay, Cenanla seyliniz mübarek bolgay. Mestavunsi sallanışıp gezgeller, Cenanla seyliniz mübarek bolgay. Mimalla toyla mübarek bolgay. Shunday qilib Ajiza ustozimiz ayollar davrasına girganda shu xonadonni ichkarasine girmasdan burun shu ashulani aytib kirganlar. Qadrli xalfa qo'shiqi muxlislari, bugungi dasturimiz hamkori Umrboqiy meros O'zbekiston madaniyati va san'ati targ'ibot markazining viloyat bo'limi jamoasi bo'layapti. Umuman olganda bunday mavzuli qo'shiqlarni, ayniqsa xalfa qo'shiqlarining chiroyli targ'ibotini jozibali qilib o'tkazish bu san'atkorlarning o'zining ijodiga bo'lgan va shinavandalarning e'tiboriga bo'lgan munosabatiga ham bog'liq. Bugun sizga qo'shiqlarni taqdim etayotgan xalfa opalarimiz va singillarimizning qo'shiqlari ham Ojiza onamizning chiroyli an'analariga xos va mos deb o'ylaymiz. To'y marosim qo'shiqlari.
to'yi muborak bo'lay. Kemiz ko'ngillarni Allah bitirey, kemiz ko'nglingizni Allah bitirey. Hammangizni yaxshi kuna yetirey, hammamizni shunday kuna yetirey. Aql sirib qo'sha gelin getirey, aql sirib qo'sha gelin getirey. Ishlan to'yingiz muborak bo'lay, kelingizni to'yi muborak bo'lay. Hammangizga to'y muborak bo'lay, shunaylarni to'ylar muborak bo'lay. Davlatnazir ustoz, bu xalfachilik san'atiga, folklor san'atiga qiziqishingizni boisi oilangizga ham borib taqalsa ajab emas. Sizda bu mehr, muhabbatni juda yorqin his qilamiz. Bizni onamiz savodli ayol bo'lganlar. Uyda kitoblarimizda ko'p bo'lgan, arabcha yozuvdagi kitoblar, she'rlar, g'azallar ko'p bo'lgandan keyin Ojiza onamiz bizni uyimizda tez-tez mehmonlar bo'lganlar. Onamiz bilan yaqin bo'lganlar va uning kelishlarining eng asosiy sabablari kitoblardan g'azallar yod olish, o'rganish. Onamiz bir marta o'qir ekanlar, eshitib tinglab turib, yana bir marta o'qing deb so'rar ekan. Yana bir marta o'qir ekanlar, 2 marta o'qigandan keyin yod olar ekanlar. Eslash qobiliyatlari zo'r bo'lganda, keyin qo'llariga sozni olib, o'sha g'azalni aytib ketar ekanlar. Keyin onamiz hayron bo'lar ekanlar, siz ko'zingiz ko'rsa kerak. Qanday qilib darib bunday qarab yodlaysiz, yana aytasiz degan bir hazil shunday muloqotlar bo'lib turar ekanda. Shu g'azallardan masalan shu vaqtda Navoiydan, Fuzuliydan, Ojahiydan, Maxtumquli g'azallarini va dostonlardan g'azallarni eshitib, o'sha dostonlarni o'zlarining repertuariga asosiy repertuar qilib olganlar. Ojiza onamda mumtoz qo'shiqchilikka munosabat qanday bo'lgan? Qiziquvchan, mumtoz ashulalarni tinglaydigan, Sherozi bobomizni ashulalarini ham hamkorlikda tinglashib, eshitishib, bir-biri bilan hamkorliklar ham bo'lgan. Maqomlardan, so'ralardan, savtlardan ashulalarni Ojizaning repertuarida ko'rish mumkin. To'y marosim qo'shiqlari ijrosini tinglaydigan bo'lsak, bu yerda ko'proq ayollarga nisbatan nasihatlar, qandaydir mana shu ilm, tarbiya, odob, axloq haqidagi mavzular aks etadi. Xalfalarning ijodi ayollar o'rtasidagi davrada boshlovchilik. Davradagi ayollarni bir ijodga tortish, bir she'riyatga, g'azaliyatga tortish va tarbiya, chiroyli, go'zal hayot, muomala madaniyatlarini albatta hammasini bog'lagan holda o'sha ashulalari, qo'shiqlari, g'azallari bilan ayollarni bir tarbiyasiga alohida urg'u berilgan. Shuning uchun biron bir davrada xalfasiz davra o'tmaydi. Chunki o'sha to'y marosimi bo'ladimi, oddiy bir yig'ilish davrasi bo'ladimi, ayollarning o'rtasida albatta xalfalar o'zining o'rniga ega bo'lib, ayollarning o'sha tarbiyasiga alohida e'tibor qaratganlar. Demak, to'ylardagi ijroning hammasi deyarli ayollarning mana shu hayoti, ma'naviyati, madaniyati bilan bog'lanadi. Albatta, xalfa san'atkorlarimiz asosan ayollar uchun ijro qilganlar. Asosan ichkarida, ayollar ichkarida bo'lgan. Tashqarida ijro qilinmagan u paytda. Shuning uchun u davrdagi ashulalar barchasi ayollarning tarbiyasi, ayollarning madaniyatiga bag'ishlangan. To'y marosim qo'shiqlari. Qadam bosib kelar bizning yillari, qadam bosib kelar bizning yillari. Aynan aman gelini kalbi buyunla, aynan aman gelini kalbi buyunla. Bülbül uçkunar dağda güller, bülbül uçkunar dağda güller. Aynan aman gelini kalbi buyunla, aynan aman yürü kalbi
xalfa qo'shiqlarining orasida eng ko'p kuylanadigan to'y marosim qo'shiqlari bu nikoh to'yi tantanalari bilan, an'analari bilan bog'lanadi. Ojiza onamiz nikoh to'yi marosimlarida juda o'ziga xos mavzuli qo'shiqlarni yaratganki, bugun bu qo'shiqlar izdoshlariga, shogirdlariga qadriyat bo'lib o'tib, ularning ham repertuarini bezab turibdi. Xorazm xalpachilik san'ati o'z ichiga bir necha janrlarni oladi. Buning ichida lirik qo'shiqlar, suvoralar, sabti suvoralar, nasihat qo'shiqlari, aytishuvlar, laparlar hamda xalpa qo'shiqlari. Marosim qo'shiqlarida kelin salomdagi marosim qo'shiqlarini ijro qilayotganligimiz sababli ana shu qo'shiqlarni orasida kelinlarga ham nasihatlar aytiladi. Ana shu nasihatni hozir ijro qilib beramiz. Ay tamam içtin size nasihat, yaxshi gelinlerde köptür hasiyet. Ay tamam içtin size nasihat, yaxshi gelinlerde köptür hasiyet. Yaxshi gelin şükür kılar Xudoga, ömrü devran bilen ötse gerektir. Ömrü devran bilen ötse gerektir. Yaxshi gelin uy sırrını bildirmez, yaman gelin ayılanı güldürmez. Etecek işini ere bildirmez, ömür erman bilen ötse gerektir. Ömür erman bilen ötse gerektir. Yaman gelin yoklar enne kapkanın, uhlasa bilmiydi kanat kanın. Minnet eter eline karab yatkanını, ömür erman bilen ötse gerektir. Ömür erman bilen ötse gerektir. Bir neçe gelin var köçede gezer, büyün çişe bir tengilatır buzar. Kılmışına hemmeni kıladı bizar, ömrü derbedelikte ötse gerektir. Ömrü derbedelikte ötse gerektir. Yaxşı gelin murad etse gerektir. Köngül maksuduna yetse gerektir. Hizmetine layık izzetli görülür, ettiğine layık hürmetli görülür. Köngül maksuduna yetse gerektir. Ömrü devran bilen ötse gerektir. Köngül maksuduna yetse gerektir. Ömrü devran bilen ötse gerektir. Ustoz, shu xalfa so'ziga bir ta'rif berib o'taylik. Umuman xalfalar turlari, uni ko'p bor aytganmiz, lekin hozir aytib o'tsak ham bir foydadan xoli emas. Xalfa so'zi umuman olganda bu boshlovchi, o'rgatuvchi, boshqaruvchi degan ma'noni anglatadigan so'z, ma'no beradi. O'sha xalfalarga o'sha davrada so'zamonlik ham, boshqaruvchilik ham qilinadi, so'z ham ijro qilinadi. Shu davrani boshqaruvchi vazifasini bajarganlar. Endi turlari ham bor buning xalfalarini, xalfa ijodiyotining. Endi xalfa ijodiyotini agar
e'tibor qiladigan birinchidan ular sozsiz qadimiy kitobiy dastonlarni ijro qiladigan xalpalar bo'lgan. Ular dostonlar, ular hadislar, ular hikoyatlarni ohang bilan, chiroyli ovozi bilan ayollar o'rtasida aytib kelganlar. Va mana 19-asrning ikkinchi yarmlariga kelgandan keyin o'sha garmon sozi bizga kirib kelgandan keyin xalpalarda yana ikkinchi bir turi bu san'at bilan bog'liq musiqiy xalpachilik janri boshlangan. Shakllangan. Bu albatta ojizaning hayoti, ojizaning ijodi bilan bog'liq. Xalfalar ijrochiligida o'ynoqi, yalla ijrochiligiga mana raqqosalarning qo'shilishi qanday bo'lgan? Yo oldin ham bo'lganmi? Xalpalar asosan 3 kishidan iborat bo'ladi. Bosh xalpa garmon chalib, yonida doirachi chalib, doirachi qo'shilishi xalpa bilan birga ijro qilib va uchinchi laparchi, raqqosa bo'lgan. Yoshroq raqqosalar keyinchalik ular ham baribir ustoz shogirdlik an'anasi davom qilib, ular ham keyinchalik xalpachilik janriga o'tishgan. Endi o'sha laparlarni asosan uchinchi o'sha raqqosa laparchi qiz ijro qilganlarda. O'ynoqi ashulalar, uforilar bular albatta shu xalpani repertuarida raqqosa bilan birgalikda ijro qilingan. Doira haqida ham aytib o'tish kerak, xalpalarning doirasi hajmi kichkina bo'lgan. Hozirgi doirada jarangdor doira emas, kichik bo'lgan, gardishi uzumni tolning dastanmasidan bo'lganda, u faqat usul beriladi. O juda jarangdor, baland ovozli bo'lmaydi. Garmon soziga, xalpaning ovoziga juda yaxshi mos keladigan o'sha doira qo'llanilgan. O'zining xos uslublari, juda chiroyli, go'zal ritmlari bor. To'y marosim qo'shiqlari. Xalfa onalarimizning to'y marosim qo'shiqlari chiroyli qudalarning xonadonga kelishi bilan boshlanar ekan. Muboraklar bo'lg'ay, kelin keldi, kelin salom tantanalari bilan bog'liq. Kuyov bilan kelinning mana shu chimildiqdagi holatlari bilan bog'liq va albatta sevgi, ishq, vafoni ulug'lovchi chiroyli satrlar bilan bezatilgan ohanglarni ijro qilganlar. Har bir ojiza onamiz kuylagan qo'shiqning mazmun mohiyati ayollar latofati, ularning madaniyati, ma'naviyati, odob, hayosi bilan bog'lanib turgan. Asla
erkek kızım sizinki. Ter açılan gonca gülüm sizinki. Gelin bir kez size bulayım mübarek. Gelin bir kez size bulayım mübarek. Mübarek eyle geyi tanrım tebarek. Mübarek eyle geyi tanrım tebarek. Sizin sağlıkınız bizlere gerek. Sizin sağlıkınız bizlere gerek. Asrap bakan erkek kızım sizinki. Öymenin malı mülküm sizinki. Yok hoca tamam ettim sözümü. Yok hoca tamam ettim sözümü. Allah sana kızıl etken yüzünü. Allah sana kızıl etken yüzünü. Size verdim güldün nazik kızım. Size verdim asla bakan kızım. Ter açılan gonca gülüm sizinki. Öymenin malı mülküm sizinki. Öymenin harcam uçam sizinki. Asrap bakan erkek kızım sizinki. Asrap bakan erkek kızım sizinki. Davlat Nazir og'a, bugungi mavzu nikoh to'yi marosim qo'shiqlari bilan bog'lanyapti. Ayni zamonamizda xalfa opalarimiz, singillarimiz, zamondoshlarimiz ojiza an'analarini qay darajada davom qildiryapti. Bugun ijodkorlarga, sizdek mutaxassislarning talablariga javob beryaptimi? Bugungi kunda aynan ana shu dardimiz bor. Bor, ha? Chunki o'sha ojizaning an'anasi bu juda bir chiroyli, go'zal, juda bir o'rinli bo'lganki, bu xalqni tarbiyalagan, ayollarni tarbiyalagan, ularni har qanday bir noo'rin qiliqlar qilinmagan, o'ta ketgan pokiza ayollar bo'lgan. Ashulalar ham ayniqsa qarang endi, bitta ashula kelin tushgandan keyin kelinni ko'shanaga o'tkazib kuyovni oldiga turgandan keyin xalpa albatta o'zi yonida, faqat yengasini yonida xalpa o'tirib turib o'sha kelin bilan kuyovga nasihat ashulalarni aytishgan. U yerda bitta jumla bor. Qirsırdashing ikkingizda ham ashula bor, ikkingizda juda chiroyli aytilganda. Faqat o'sha davraga mos. Uni tashqarida aytib bo'lmaydi. Hozir bugungi kunda xalpalarimiz, ming afsus, o'sha xalpalarimiz ojizani o'sha nozik ashulalarni juda katta davralarda ijro qilyaptilar. U noo'rin. O'sha xalpachilikni chiroyli joylarini ochib yuboryaptilar-da. Katta bir davralarga mos qilib yuborilyapti. Bu xalpa janridan uzoqlashish degan narsa bo'ladi. Xalpani nimaga garmon bilan aytgan? Garmon sozi o'zini diapazoni bilan, ovozi bilan xalpani ovoziga, nozik chiroyli ovoziga monand kelgan. Mono ovoz beradi-da. Endi uni akordeon bilan aytadilar. Akordeon bilan aytgandan keyin birinchidan ovozi bosib ketadi. Akordeon nomi bilan akkord. Unda bitta tovushi bo'lsa 3-4 tovush eshitiladi. Akkordlar eshitiladi. Undan ham tashqari sintezatorlar ham qo'shyaptilar hozir. Sintezatorlar bilan ritm bloklarni ishlatib, doiralarni ikkitadan, uchtadan o'rib, bu jaranglar, bu tovushlar bu xalpaning ovozlarini, xalpaning sozini ancha yo'qotib qo'yadi. Mana shu narsalarni aytar xohlardikki, o'sha ustoz shogird analardan kelib chiqqan holda, o'sha xalpalarimizni tinglagan holda eshitsalar va davom qildirsalar yaxshi bo'lar edi. Mana shu xalfa qizlarimiz bilan birgalikda mana shu asbob orqali jo'r bo'lishni harakat qildim, jo'r bo'ldim. Bu asbobni bizning Xorazmda qovuz deb ataladi. Qoraqalpoqlar qobuz deydi. Bizning Surxondaryo, Qashqadaryo tomonida chanqovuz deyiladi. Aslida bu asbob eng birinchi o'zbek asboblaridan bo'lib, bizning Xorazmda, ya'ni Avesta paytidan beri ishlatilib kelingan. U davrlarda odamlar Navro'z bayramlarini, Hayit bayramlarini, mana shunday kelin-kuyovlar bayramlarida mana shu chanqovuzdan foydalanganlar. Buni momalarimizning momalari chalganlar. Buni chalib qizlarimiz
yosh qizlarimiz, kelinlarimiz katta gulxon yoqib, shuning atrofida o'tirib chalganlar. Mana shu kovus chalingan joyda hech qanaqa jin ajinlar bo'lmaydi deb momalarimiz tushuntirgan. Buning ilohiy tovushi bor. Ilohiy, bundan ilohiy ovoz chiqadi. Qarang, qanday quloqqa yoqadi. Haqiqatan ham bu chalingan yerda hech narsa bo'lmasligi kerak. Ko'z tegishdan ham, baloqadarlardan ham asrash uchun farzandlarini o'tkazib qo'yib, momalarimiz mana shu chanqovuzni, ya'ni qovuzni chirtishni o'rgatganlar. Bu asbob Xorazmda Egavdan tuzatilgan. Lekin keyingi paytlarda Xorazm xalqi bir yangilikka intiladigan, hammadan burun shu yangiliklarni ishg'ol qilib olishimiz kerak. Bu asboblar qolib ketib, keyin shu riboblar, keyin yana changlar, mana shunday asboblar ishlatilingan. Bu chanqovuz qolib ketgan. Shuning uchun Xorazmda buni hozir hamma chalmaydi. Bir yarim chaladiganlar bordi, lekin Xorazmda mana shuni ustalar tuzatishmaydi hozir. Men shunga guvoh bo'lganman. Navro'z bayramini o'tkazish uchun bizlarni yivardilar, Fransiyaga bordik. Men mana shu chanqovuzni olib ketdim. Shu qovuzni 14 davlat qatnashdi. Shuning ichida O'zbekiston ham bor edi. Men shu yerda shu qovuzni chalganman. Shu qovuzni chalsangiz, shu chet davlatning haligi odamlari shu dish tevarakingizni o'rab olib yoningizdan ketmaydi. Tovushi shu darajada odamni o'zine mahliyo qiladi. To'y marosim qo'shiqlari deganda deyarli barcha to'ylar esimizga keladi, hayolimizdan o'tadi. Lekin xalfa qizlarimiz, opalarimiz deyarli nikoh to'ylarida ko'proq kuylaydi. Balkim bu sunnat to'ylariga mo'ljallangan qo'shiqlar ham bordir. Imorat to'yi degan to'ylar bor, yosh to'ylari bor. Yoshiga to'lganda beradigan chaqaloq, ulg'ayganda bo'ladigan to'ylar ham bor. Bularga nisbatan ham bir qandaydir bir ojiza tarafdan nimalar yaratilgan bo'lishi kerak? Ojizaning repertuarida to'ylarga nazar soladigan bo'lsak, barcha to'ylar, barcha yig'inlar ojizaning o'rin olgan repertuaridan. Yosh to'y bo'lgan bo'lsa, o'sha yosh bolaning ismlarini aytib turib, yoki masalan lechak to'ylari bo'lgan ayollarning lechak to'ylariga alohida o'sha lechakli liboslarni o'ralishini, uni qonun qoidalarini ham g'azal bilan tushuntirib aytilib o'tilgan. Tabriklaganlar, tabriklab bo'lgan, muborak qilganlar. Imorat to'ylari bo'ladigan bo'lsa, o'sha imoratni ta'riflab ijro qilganlar. Ojizani biron bir ashulasi, biron bir qo'shiqi yo'qki, bemavzu. Hammasi qandaydir mavzuga qaratilgan, kimgadir qaratilgan, kimnidir ta'riflagan, qaysidir bir udumni alohida, undagi taomlarni alohida aytilgan. Taom, biz o'zimizga xos taomlarimiz borki, jon, barak, go'mma, ovqatlarni o'sha ta'riflab, o'sha qo'shiq bilan albatta alohida to'xtalib ijro qilgan qo'shiqlar ham mavjud. Umrboqiy meros O'zbekiston madaniyati va san'ati targ'ibot markazi viloyat bo'limi rahbari Jamilaxon opa Matchonova tashabbusi bilan mana taniqli xalfa opamiz Zumratxon Madrim va birgalikda bugungi ijrolarni, bugungi mulohazalarni sizga shakllantirdik. Har bir so'z, har bir ijro mohiyatida
to'y marosim mavzulari, to'y marosimdagi urf-odatlar o'zining namoyishini aks ettirib turdi. To'y marosim qo'shiqlari. Yaxşı gündə sazı sevər buralı, yollamazda toyxanağa buralı. Yaxşı gündə sazı sevər buralı, yollamazda toyxanağa buralı. Toyunuzda biz hürmətlə buralı, toyunuzda biz hürmətlə buralı. Oynat gülüklərdə ölsürəli, oynat gülüklərdə ölsürəli. Toya geldik yaxşı niyetler bilen, devlet ulan az nimetler bilen. Toya geldik yaxşı niyetler bilen, devlet ulan az nimetler bilen. Hemmenizni olla toya yetirge, hemmeler yaxşı güne yetirge. Toylating güne düzeltler bilen, toylating güne düzeltler bilen. Hasret kan sazet garip babaya, şükür analar etip bergen Hudaya. Hasret kan sazet garip babaya, şükür analar etip bergen Hudaya. Hoş gelipsiz kim Allah tazacaya, hoş gelipsiz kim Allah şündüyaya. Göz demesin özünü kamer çıraya, yürtümeler göz demesin çıraya. Göz demesin tatlı kamer çıraya, yürtümeler göz demesin çıraya. Har bir faoliyatning davomiyligida kelajak bor. Shuning uchun mana hozir mavzuli qo'shiqlar, marosim qo'shiqlarining ahamiyatiga to'xtalyapmiz. Buni endi bardavomligi uchun qanday nimalar qilishimiz kerak? Bugungi kundagi an'analar bunga javob beryaptimi? Bugungi kunda san'atga, musiqaga alohida katta e'tibor qaratilyapti. Hatto yurtboshimizning o'zlarini topshiriqlari bilan, ko'rsatmalari bilan mana shu qadimiy ashulalarimizni, qadriyatlarimizni o'rganish, ustozlarning ijrochilarini o'rganish va uni davom qildirish borasida ko'p ishlar qilinmoqda. O'ylaymizki, mana shu xalpachilik janrining o'zi bir maktab. Buni o'rganish kerak, buni ijodlarni ta'rif qilish kerak va yoshlarimiz buni yana kengroq o'rgansa yana yaxshi bo'ladi. Bugungi kunda musiqa maktablarimizda, kollejlarimizda, hatto madaniy markazlarda xalqchilik janrlariga alohida urg'u berib, ayniqsa yoshlarimiz, qizlarimiz qatnashyaptilarki, o'ylaymizki, bundan keyin ham bu xalqchilik janri o'lmaydi, yana davom qiladi. Buning uchun bizda hamma sharoitlar, hamma imkoniyatlar mavjud. Thank you.
Qadrli muxlislar, bugun nikoh to'yi marosimiga mo'ljallangan mavzuli qo'shiqlardan, ayniqsa xalfa qo'shiqlari ohanglaridan bahramand bo'ldik. O'zi urf-odatlar, an'analarimiz qatorida jonli namoyishi bilan insonga ta'sir qiluvchi to'y tantanalar har bir to'yga xos bo'lgan o'z qadriyati, urf-odati bilan mashhurdir. Bunga e'tibor qiladigan bo'lsak, san'atkorlarimiz ham bu yo'nalishlarda juda chiroyli ohanglar, qo'shiqlar yaratganlar. Kelgusi dasturlarimizda xalfa onalarimizning boshqa mavzulardagi umuman vatan, do'st, insoniylik, yaxshilik fazilatlarini ulug'lovchi taronalardan sizga havola qilishga harakat qilamiz. Hozircha salomat bo'ling. Yaxshi qo'shiqlar hamroh bo'lsin. Cevap endi size azizim Allah, cevap endi size azizim Allah. Begiyle bir taksire hoş geldinizler, begiyle bir taksire hoş geldinizler. Size fida bulgay bu şirin cala, size fida bulgay bu şirin cala. Begiyle bir taksire hoş geldinizler. Begiyle bir taksire hoş geldinizler. Mene bu sözümni melal almanla, mene bu sözümni melal almanla. İğlenmekle işinizden kalmanla, İğlenmekle işinizden kalmanla. İndiği toyaça bir an bulmanla, İndiği toyaça bir an bulmanla. Begiyle bir taksire hoş geldinizler, begiyle bir taksire hoş geldinizler. Mudam yaxşı niyet meni könglimde, mudam yaxşı niyet meni könglimde. Her kim sağ oturgay öyle öyünde, her kim sağ oturgay öyle öyünde. Endi geleyimiz yaxşı gününde. Begiyle bir taksire hoş geldinizler, begiyle bir taksire hoş geldinizler. Mene bu sözümni kabul kılınla, mene bu sözümni kabul kılınla. Pemdar olsanızlar anla bilingler, pemdar olsanızlar anla bilingler. Gaza sap olgan su derötürünla. Begiyle bir taksire hoş geldinizler, begiyle bir taksire hoş geldinizler. Endi ben sözümü eyledim tamam, her kim özeyinde oturgay aman. Endi ben sözümü eyledim tamam, her kim özeyinde oturgay aman. Sorağana aytın davayı salam, sorağana aytın halpadan salam. Begiyle bir taksire hoş geldinizler, begiyle bir taksire hoş geldinizler, begiyle bir taksire hoş geldinizler.